Dada. Ha? Hı. To'g'ri emas-ku. Bir ko'y 5 ming oz setibsan-ku. Undaq emas-ku. Ey, kallam nima ketdi sening, ha? Qaramamsan buningga. Bu yeni tikilgan supti yaxshi o'tib tursa. Unutib qopdim. Kallamni ishlasang bo'lmamdi. 25-26 yoshlar kirib qopmi? Mushunchalik sodini qilamsan. Xotinalamaydigan o'xshaysan sen. Menga mushlar bo'ytaq o't. Xo'shamsa. Hey, akana qaramamsan. U kun bo'yi shundaq dadangdan ayrilmay tursa, loyiq tamog'imi tas uning. Ukam, to'ppalamsiz. Rahmat. Dilshod keldi. Ishga kiraylik. Nima ishdi? Sizga bir narsa ko'rsatay. Nima bu? Aldirman. Apa qarang. To'ppani buningga esib satsak ham chiroyli ham qulaylik bo'ladi. Haqiqatan yaxshi o'ylabsiz. Qandaq? Bo'ptimi? Ha, chiroyli yasabsiz. Tunagan oqshom siz uchun yasab chiqdim. Qo'lingizdan ish kelayotganjimi? Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim. Hay, dadisi, qarang bolalarga. Ular nima degan maslashgan bir juftlar. Ularning to'y kunim yiqilishib qoldi. Buningga men allaqachon tayyorlik qilib bo'lgan. Hey, anglayapsizsiz? Bizning to'y ishimiz. Bizning to'y ishimiz. O nima deydi? Dana. Dadam to'y ishimizni yana keyinga suraylik deydi. Nemishqa? Sen do'konga qarab tur. Men sirtqa chiqib kiray. Oy, pulni yan silvatdingiz-ku. Bugun balalarga azroqdan pul beraylik dadisi. Hey, çekilma. Bu degan dasmoya, bildingmi? Bundaq bo'lsin ham bo'pti. Mening o'ylig'im bor. Xudam, kun o'ltirib bo'ldi. Yana pul tepishni o'ylayaptimiz, sen? Vay, Xudam. Tepishib tegishlik pul allaqachon cho'ntakka kirib bo'ldi. Men mo qaytay deb turgan edim. Tilimo dal vaqtida ketdilar. Meni ag'ash ketmamla. Bo'ladi. Men maxsus sizni opirib qo'yish uchun kelgan. Bugun kun qayoqdan chiqqandi? Biz ham tuqqan tursak. Xudam, balalarning to'y kunini dasturxon tashlagan kunini bekitib bo'lgan. Yana nimaga kayniga so'ray? Men mo xolamayman. Mening mo kayniga surgim yo'q. Biroq shu to'yliq ishida qizim ancha rozi bo'lmaganda qiladi. Voy, to'yliqning ishini kelishib bo'lgan-ku. Biz kelishgan-ku. Hamma ishni ular o'zlari hal qiladigan bo'lgan-ku. To'g'ri, shundoq. Biroq mening qizimning yana bir jup oltin bilaguzuk, bir tal uzuk, bir jup halqa, yana bir tal oltin soat taqog'isi bor ekan. Uning yana bir motosiklet og'isi bor ekan texe. Nima? Yana bir tal aeroplan. Bu meni vayron qilib dignama bo'lmay nima? Qudam, aeroplan elib nima qilamiz? Aeroplan olmasak, poyezd olamiz, Qudam. Ço? Öyle qeyri. Bulanchining o'zligi bu. Texmini ziyon tatqizmoqchi ekan-a? Qarab tur. Qudam, nima o'ylayapsiz? Men sizlarning malikadek e'tiborli qizlarga bir o'rda satpasammi, arziydi deganni o'ylayapman, Qudam. Bu nima degani-da? O tosh sanasi-chu, men qum sanayman.
Nimani xiyol qilib ketdilar, qudam? Manma? Biz ikki ailenin balaları mijazi şundaq o'xshaydi. Igiz pakalığı, o'riq semizligi shundaq mos kelgan. Jahonning o'chitiga beribmi, bundaq mos kelgan bir juftani topqila olmaydi, shundaqmi? Shundaq. Men shundaq o'ylayman. Ularga bundan ortiq muvofiq odam chiqmaydi. Shunga biz ikki oila qurilishyapmiz emasmi? Albatta shundaq, qudam. Biz degan quda tursak, shundaq. Mening demoqchi bo'lganim, qudam biz qaysi quda bo'laylik? qaychi quda? To'g'ri. Demoqchi bo'lganim, qizingiz Ro'shangulni o'g'lim ahliga bersingiz. Buningda biz texmi yaqin qudalardan bo'lmaymizmi? Cha. Hey, Ali! Ha, mana! Qaytib keldingmi, dada? Ama teshikmi? Adingmi, dada? Ya qarimidan. Apangga deb qo'y. Men kelguncha suv qashib tursin. Men bu hammangni, qudimizni olib qo'yib kelay, Cho. Qanaqkan quda? Gap bitan bu. Ro'shangul! Tez qilib yordamlash. Mana opa. Sizning bu qizingiz bilan mening o'g'lim tozi mos kelgidek. Xuddi qavqi zir sepganga o'xshash, texmi yaxshi bo'ldi. To'g'ri dedilar, qudam. Bu uyda mening deganim hisob. Biz kelishdikmi? Bo'ladi, kelishdik. Dasturxon ekiladigan ishni keyin deyshaydi. Bu ishni Qurbon hayitdan avval bitirib o'taylik qandaq. Bo'ladi. Deganlardek bo'lsin, qudam. Ma'qul emisa? Nima? Qaychi quda? Shundaq. Gapimni anglaysizlar. Ularning qizi qanchalik to'yliq talab qilsa, bizmichi qizimizga shunchalik talab qilamiz. Meningcha bu ish toz muvofiq bo'lmabdi. Undaq emas. Baravar asosda qizimizni yotliq qilib etsak, bu noit yaxshi emasmi, dadasi? Ha? Biroq bizning qizimiz bir qitim to'y qilib bo'lgan tursa, buning nemisi yomon? Bo'laverdi. Ansirimizlar. Qaychi quda? Dadaning nima o'ylaganini zoti bilmadim. Puldan boshqa yana nima bo'ladi? Yana shu pul. Bo'ldi, opa. To'yning ishidan siz ansirmang. Şernay. Ha? Sen degan jipni og'ash keldim. Men. Hey, dada. Nimishqa bundaq hipni oldingiz? Bu degan arzon. Bundaq hipni kechda tiksa, necha kundalar pitidan tushib ketadi. Buning bilan nima qarang? Satani saqlab bo'lmadimi? Siz behlkansiz, dada. Şernay! To'xta! Hammasi sening kasobiting. Uni akilitib, mashunda qilib qo'yding. Biroq uni degan to'g'ri tursa. Xo'shamisa. Qizim, bu ishda mening gapimni angla. Xotirjam bo'l, ha? Nima? Tegmayman. Undaq siysiq mavzusi uchun o'zingiz teging. Ondaqda nim bo'pti. Uning bir opdan hunari bor. Pul topsanglar bo'lmadimi? Uning oilasi ham boy. To'y qilgandan keyin u butunlay sening diningni anglaydi. Sen o'ng'i desang, u hargiz so'lg'maydi. Bundaq arni nerdan topsan, qizim? U sening atrofingda cho'g'lab yuradi. Men-chi buni allaqachon o'ylab qo'ydim. To'yni noyda hashamatli qilamiz, ha? Seni noyda chiroyli yasab, butun shahardagilarning ko'zidan o't chiqarib etamiz. Buning uchun bir 200 mehmon chaqirsak arziydi. Sen obdan o'ylab baq. Sen degan bir qatim to'y qilib bo'lgan odam. Shon yana nazlanib o'tirma, ha? Undaqda bo'lmaydi. Ularning qizi qanchalik to'yliq desa, menga shunchalik erish kerak. Ma'qul. Men-chi seni hargiz ziyon topqizmayman.
Bizce köprek iş qilishimiz kerak. Sanglanning to'y ishi uchun oz pul xarjlamadik. Qara bolam, u qizchi. Amaliyoti bir qatim to'y qilib bo'lgan bilan hunuri bor. Uni kelin qilsak bir tilla to'kiladigan daraxtning o'zi bo'ladi. Qandaq? Bundak yaxshi ishni men tushimdimi o'ylayman. Biroq to'yni mushundabli qilamizmi? O'ylaganimizga erishimiz deydiganmiz, ko'proq pul tepish kerak. Pul degan bu narsani 10 tin topadigan ish bo'lsa, hargiz bal qo'yotmaslik kerak. Ma'qul dada. Ey. Hoy. Dada, buni nima qilamiz? Qara bolam. Biz o'tikning boshlig'ining yerimiga qo'y terisi, yerimiga lati ishlatamiz. Ondan channi chiroyli chaplaymiz. Xurumni amal ba, oz ishlatamiz. Ko'rdingmi? Channi chiroyli qilib sipni o'rnatamiz. Buningda-cho ham tanarqini tejigili, ham vaqtni tejigili bo'ladi. Bir kunda necha 10 jup bitirib bo'lamiz. Apa, bu eshak yo'lini ishlasak uzun o'tmay tuki tushib ketmamdi. Ahmaq. Qo'llarni ishlatmasang hargizmi jiqpul topolmaysan. Ancha-muncha hunar ishlatmasimi bo'lmaydi. Asli gapga kelsak, sen to'y qilsang, yili uni olaman, yili buni olaman desang, pul osmondan tushmaydigan-da, qizim. Bu ishni sana ko'zitib qo'yay, qara, chamni o'rnatib, pashnisini joyiga qo'yibla, ustiga bir qavat sir berib, boshqa sifati yaxshi mollar qatoriga qo'ysaqla, Rossiyaga saqligini hech kim bilmaydi. Biroq bu suvi taksila erib ketmamdi. Voy, buning bilan nima qaring sening? Setib chiqasangli bo'lmadimi? Biz avval buningdan 200 jup tikayli, ondan ras oyoqni savdogarlarga sotamiz. Ondan u yana oyoqda kelgan chaqda buni qo'shib o'tamiz. Shuning bilan pul o'zi kelmamda. To'g'ri. Oyoqning shakli cho'qim yangi ham moda bo'lish kerak. Ularning diqqatini torta olsalar, sifati bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Agar biroz bilib qilib o'y izlab kelsa, yuzimizga sat emasmi? Hey, sen-chi meni bo'sh chaqlab qolsan. Qandoq yaxshi molingiz bor? Bizning omborda yana 5 dona supatlik bilan bor emasmi? Biz uni ip chiqib bosini tushirib to'xtab sotamiz. Xaridorni jalb qilamiz, ondan ular diqqat qilmagan chaqda bu gilamanni sotamiz. Qandoq amalim bo'lamdikan? Buni qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Mencha bir qo'lidan ish qiladigan shekilni ko'rib qo'ydim. U o'tirga chiqsa hech qanday chataq chiqmaydi. Voy, bizni tag'li beyimiz qizi. Amalingiz haqiqatan ko'pkan-chimi? Albatta, men bu g'ishqila bu oila musholga kelgan degina. Rostaysiz, apa, rostaysiz. Hisoblab boqaylik, Kendir qog'ozi biri 30 pun, latining biri 10 pun. Xurumning arzinini ishlatsak, 200 jup oyoqda jami 4-5 ming ko'y topadi ekanmiz. 4-5 ming ko'y, qara, mana 300 jup bo'zchi. 300 jupda başlaymen işini dinlet Üner istedik her zulmani Kuşu topoymen Efsep sepler After akkuzu Tunne ostaşlep Hayda tapar men Estesene After akkuzu Tunne ostaşlep Hayda tapar men Estesene Karanlık gece etraf dipdiniz İşni başlaymen Tümlükni dümle Beyşu dirige
Tartun yemle, ayak yiyemle, tatimen eple. Oster kuzu, bulmaz kaçem, haylallar men, neçesile. Oster kuzu, bulmaz kaçem, haylallar men, neçesile. Ezan sattım, ne sattım? Tez gelin la tez. Tegepkesi kalmaydı. Tez gelin la. Şanghay'dır yengel kırdım ayakla. O ayak satkucu bulandı gel. Ha, bu dedi ki. Ucu, soğudak epi var. Gepki mutlusu diken. Sen onu da köpürek ögen ha? Ezan sattım, ne sattım? Şanghay'dır yengelsin gel ayakla. Tez gelin la. Aldırman la. Bir gelin la. Bir gelin la. Mana, mağusuz. Bunu da aldırmay gelin la. Gilem setin la. Bir parça 200 ver. Başka yerde 300 yengem set alamayızlar. Şundak gilem, karala. Şundak nefis tokulan gilem. Man karala, nime degen nefis? Çırayla mekan. Bu gilem nefis. Hakikaten yaxşı. Şundak yaxşı gilem. Bu hakikaten nefis tokulan gilem. Ey kızım, avu jigitni kördün mü? Menin közüm adım donum diken. Gepki nime degen ustu jigit bu? O, sen gep ustu diken appa. Bir parça 200 ver. Hakikaten bek erzak. Makul. Başka yerden istemmi tapamayısılar. Süslenme seti olamayısılar. Gülür şundak çıraylık. Yanları gözüm çaklı tudu. Bazı erzak. Tez bulanla tez. Tez bulanla kalmaydı. Tez bulanla tez. Appa, bugün gelenle hakikaten tez etip olduk ha? Men burala degen o köprek pul tapkın bolsa menin gepimni anla dep. Ondaqda öyliginim eçqip setip deyli. Onun tehi vaqti emas kızım. Ekki deymen. Aldırmay tursak, şundaq yaxşı setilsila, kişiler aldımızga özü izdep kelidi. Appa, hemmeni silip aldınız go. Uçup ketishdan qo'rqaman. Men persent ayrıyman. Hey, bir aylık kişiler turib nima persentken on? Sana nima kerak bo'lsa ep bersam bo'lmadimi? Men çoğun dukan açıman. Sana ep beray. Ep beray. Men halık alaman. Ep beray. Alaman. Ma'qul. Ep berman deganligim bo'lmadimi? Dada. Nime iş oğlum? Ha? Dada, bugün ayaklarının hemmesini sattık. Hele ki sahtı mallarını mı sattın mı? Aldırma balam. Bazaço taza yaşlanğanda hele ki 200 cüp ayağını ep çıkıp bir yolunu koldan çıkarmaz. Karaptır. Nime karavat sen? Hey,
Ha, hech nimaga dada. Pul degan yaxshi narsa. Pul bo'lsa, jangalda sho'rpa deganni o'ylayapman. Shundoq bo'lmaychi o'g'lim, pul degan erlarning qoni deb bildingmi? U pul Mak. Arzon sotdim. Kelinglar. Chiroyli kelam. Yaxshi kelam. Qani kelinglar. Qani kelinglar. Kelinglar. Oldirib berib qarab boqay. Qani qarab beqing. Qandoq kel? Shundoq chiroyli. Gullarimiz shundoq chiroyli. Ha, qani keling. Ha, ko'p beqinglar. Kechiringlar. İki so'mmi? Shundoq 2 so'm. Qara, bu gilam bo'ladi ekan juma. Gullari nafis, sifatimi yaxshi ham bahosi arzonkan. Bu 200 so'mga haqiqatan men bundoq arzon gilamni ko'rib boqmabdi ekanman. Buni chiqaraq setib olib, foydasi qilsak chiqib pul topadi. Hey, gilam sotquchi, hey! Aka, gilam olamsiz? Bu gilamning bahosi 200 so'm. Bundoq yaxshi gilamni hech narsadan topolmaysiz. Qarang, gullar nihoyat ko'rkam. Shundoq yaxshi to'qilgan gilam bu. Qarab beqing, bak arzon. Shundoq nafis to'qilgan. Yigit, bu gilamni nerede to'qigan? Bu gilamni chat Midirlamang, ha? Midirlamang. Hech yo'q-da? Chataq yo'q. Hech yo'q. Gilam olamsiz? İlishni olaman. Her birisini 5 so'mdan tushirib bersang, men hammasini olaman, qandaq? Bo'lmaydi. 1 so'mni tushirishga hargiz bo'lmaydi. Shundoq bo'lsin, afka. Bo'lmaydi. Undaq bo'lsa, kelishdik, ha? Har birisida 5 so'm tushirib ber. Bo'lmaydi. Bo'ldi, qila kelishdik. Bo'la. Qo'lingni qo'ying. Kelishdik, bo'ldimi? Kelishdik, ha? Bu siz har bir gilamda 5 so'mdan tutib qolaman deb yana hamma puldan 5 so'm tutib qolibsiz-ku. Nahayt shu 5 so'mga ofka. Men bo'ldi, satmayman. Bo'ldi. To'xtab tur, hemen beray. Qo'lingni acha. Qo'lingni ber. Voy, olam mana. Bu navatni sana bekaga berdim. Bu Mana. Bo'ldi. Qaramlikni olasiz, mana. Bo'ldi, oldirmay turing. Mana. Oldirmay turing, ha. Oyoqdan tutdi, masala yo'q. Mana sizga. qizim bir dedim ha. Bo'ldi, oldirmay turing. Ondan bozaq etsa. Mana mavzu. Hey, oyoq sotquchi. Bu oyoqda yana qanchalik bor? Oyoq olamsiz? Olay degan. Hammasi shu. Ay, biroq bir qimmatkan. Siz hammasini menga 80 tiyin tushirib bering, qandaq? Bo'lamdi? Yo'q, bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Bo'ldi, men hammani olmadim-ku. Qarang bu ishga ayolcha oyoqqa. Bek chiroyli ekan. Ammisoq tugab ketdikmi? Hey, appa, qarang. Appa. Bo'ldi, men bo'lmaydi. Bir keyinchalik bo'lsa bo'lmaydi. Sotamayman. Hey, bu pulcha hargiz kam emas. Ila buni. Siz nimanda qamdi? Yo'q, bo'lmaydi, bek arzon bo'lib ketdi. Qulda berdigansiz, asoschi. Mening tomoqim. Hajatmi yarashdi. Menga chiroyli. 50, 60, 70, bu ishkisini o'zimiz kelaylik, ha? 100. Bu ishkisini mi oldik? Sizga deb qo'yay, pul hargizmi kam emas. Ha, obdan sanab kelib. Ma'qul. Dilshod. Mana. Apa. Nemish? Bu yoqqa kel. Bu eshikni ko'tarib ustiga ep chiqib baygin. Avayla, ha? Nima degan ig'ir? Qanday qimmatli narsa bu? Hammasi sizlar uchun bolam. Sening to'y ishing buningdimi ig'ir? Qarag'ana, bu xurum oyoqlar ham arzon, ham chiroyli qara.
Erzamalının yaxşısı yo'q. Oş. Sen nemeni bilettin? Soda qilishni mi bilmasan, qaysi ayolning qizi san tegishga jur'at qila olaydi? Apa, Oş, ne turg'ina? Hey, apa akangni men ko'tarib beray. Voy! Bu material setib oladigan pul. Bu boshning puli. Buni to'yga ishlatay. Buni opamga beray. Dada, men sizga bir narsa setib oldim. Dada, qarang, bu japan bo'lant ekan. Ha? Dada, Ha? Kimning bu? sizga setib oldim. Voy. Kiyim ilib nima qilasan deyman, mening botirsa. Dada, bu bek ko'nirab ketibdi. Almashtiradigan vaqtimmi bo'p qopdi. Shuni setib oldim. Bo'ldi, qaytirib at. Men kiymayman. Sen to'y qilsang, pul ketadi, akang to'y qilsa pul ketadi, ammisiga pul ketadi, pul. Mening nima buncha ko'p pulim bo'lsin? Buni cho'qim xil jiq pulga olding. Qaytirib at, eng yaxshisi. Mana qaytirib at. Voycan. Nerede? Apa, bekle şahsiyet ekansiz jumu? Oş. Aynaki qarashning shaxsiyatchilik bilan nima munosabatda? Appa qizim, qarag'ina, bu kiyimlar yarashibdimi? Voy, apa, bo'pti. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ey, qarab baqaychi, bo'libmi? Bu oyog'ingiz. Xuddi kinolardagi oqsoqlarniki. Yo'q. Malikning opisidagi bo'libsiz. Qarslar dadisi, bu oyoq chiroylimikan? Menchi bu oyoqni kiyib to'yga boradigan bo'lsam, shahardagi hamma xotinlar qarab og'zini ochib, "Hanviqib qoladi" desalar. Menikiga qarang, dada. Menikiga qarsalar? Menikiga qarang. Ro'shangul. Mana keldim. Mangayli. Yuraman. Talay hoja, tinchlikmi? Qanday ahvolingiz? Tinchlikmi? Mangayli. Bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Ro'shangul, bo'ldi sekirmayman, bo'lmasa oyog'ingni paskan qilib olasan. Voy, appa, undaq bo'lmaydi. Qarang. Nima degan chiroyli oyoq bu? Nereden aldın? Shangaldan aldım. Haqiqatan chiroyli ekan. Talayxonaja, oyog'ingiz bek chiroyli ekan. Nereden setib oldingiz? Bek chiroyli ekan bu oyoq. Bu oyoqni-chi, ilqi nima? Malayziyadan kirgizilgan ekan. Bilamsiz, bu oyoq faqat ikki juftlik kirgizilib ekan. Qizim bilan ikkimiz setib oldik. Bek qimmat. Mengla, men yoqtirib qolsam, pul bilan hisoblashib o'tirmayman. Albatta, malni pulga tushliq bo'ladi-da. Shu emasmi? Men odatda baho talashmayman. Faqat yoqtirsam setib olman. Pulni hajmay nima qilamiz? Voy, bek chiroyli oyoq ekan bu. Rahmat. Mening mo setib olgan batdi. Lekin
bak qimmatkan. Azroq bo'lgan bo'lsa-chi kashki. Yuringlar. Qani, o'tirsizlar. Qani, baxtsizlar. Hey, oltirapa qizib ketdi. Berib ko'rib kelaylik. Yuringlar. Ko'rib kelaylikchi. Ay, Taleyxanachi, oltirak berib usloynab bu import qilgan oyog'ingizni hammaga ko'rsatib qo'ymamsiz. Yuring. Yuring. Oyey. Nima bo'ldi? Voy. Qara. Bu Malayziyadan import qilgan oyoqni ajrab ketar ekan, ha? Nemish bu? Qaringiz nima? Sizlarning mening oyoqim bilan nima qarinlar, ha? Ajrab kelsa nima bo'pti? Ajrab kelsa mening oyoqim ajrab ketdi. Ish qilib men bu oyoqni bak qimmat olgan. Oyey. Esvagan zipo zinnatlarimmi? Necha ming so'mlik keladi? Tek kulib meni maza qilib ketishni. Oyey. Rakimni qara. Kulayveringlar. Kulibcha erkaklar tushib qolsin. Osh, ketaychi. Ne bo'lgandi? Atla. Ay. O'zdo'z, nemishqa meningda qiyri xotini aldaydi deyman. Kishilarning oldida yuzimni qamidi. Buningdan kishilarga qanday qarayman? Yuzim bak tushib ketdi. Bo'ldi apa. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men burilla azan go'shning sho'rpisi yo'q desam, meni ahmoq deb tilladingiz. Hozir ba'zi odamlar-chi pul tepish uchun har xil usullarni qo'llandi. Nima? Men ochiq yutib yotsam, sen meni maza qilyapsan. Yo'qol. Buni o'zingiz degan-ku. Ağzım ucum, gözümden yo'qol. Ma'qul. Yo'qol deyman. Nima ish bo'ldi? Bu nima qilganlar xotin? Kechiring, bu atrofda bir oyoq sotqichini ko'rdingizmi? Ha? Qanday oyoq sotquchi? Beshiga teri to'maq kiyib olgan odam. Tarafga berib istab beqir. Bova, gilam olamsiz? Olaman. Qancha parcha bor? 10 parcha. Sufti nihoyat yaxshi. Qarang. Qarab beqing. Qarang. Bo'lamdi ekan.
Yigit, buni ko'rdingizmi? Bu eshak yung'ib to'qilgan gilamkan emasmi? Pulga yaramaydi. Eshak yung'ida? Shundoq qaramamsiz. Qaramamsan yigit, meni aldaydigan bitim. Roşengül, tapaladın mı? Tapamadım. Pulu meni putlarım üzülüp gidey dedi. Helik ayakçıdan karşı mı görünmeydi? Esta, endi qandaq mı qılaman? Bu ölgür aldımcı həcəb tezla yoqab ketibdi dese. Əmminla yaramaz, bika talapla. Yalnız özüm berib izday. Apa, nemege qaravatısız? Gep qilma. Dal shu ablah. Men onun putini chaqvatmaydigan bo'lsam, Apsi asıraq men Allah. men onun to'mug'idan tunib oldim. Uni hargiz qochirib qo'ymayman. Uning beshini yaratmasam hisob emas. Voy meni tumuqim! To'xtamayman. Apa! Sen bir tez adamni chaqir. Uni qochirib qo'yishga. Tumuqim! Meni tumuqim! Meni tumuqim! To'xtamayman. To'xta! Bu aldamchi. Aldamchi! To'xta deyman. To'xta! Aldamchi! To'xta davosiman. Qaysi qilgan gunohimga meni bundoq jazolaysan? Oy. Ulan. Yardım şey. Meni yulvasanlarchi. Ovaylan. Aldırma ya. Aldırma. Ovaylan. Ko'zim ishimni ko'mayapti. Bundoq qilaman. Ovaylan. Hele, bunu da sürtü bile. Oy. Siz men izlayotgan hiliq aldamchi emaskansiz-ku. Ben sizni qachon aldıgan? Kechiring aka, ko'zim torlashib qopti. Hargiz xafa bo'lmang. Ey saran xotun! Sen benim işe karvamını kadın çıkardın töleppe. Oy, kechiring, ko'zim qarg'ov bo'lib qopti. Gözün karığı bulandı bulmamda benim karım yok. Arvamını töleppe. Arvam günde 30 son tapalaydı. Sen bana 200 son tölep versen. Eğer tölep vermeydiğin bolsam ben seni hergiz boş koyuvertmeymen. Anladın mı? Oy aka, kechiring, menga yordam qilgan bo'lsangiz, mening bir tiyim pulim yo'q. Jamoat, men uchun bir yig'iz gap qilib qo'ysanglar-chi, men sirtdan kelgan xotin, yenimda bir tiyim pulim yo'q. Pulum yok. Pulum bulması mıydı? Menence kolundaki avu altın bilezikini versen mi boludu? Oy, bu mening jinimni og'im bilan baravar. Oyoq sotadigan aldamchi meni tugashtirdi-ku endi. Apa, Dadam qani? uyda yo'q ekan. O'lgir qayri. Men nima degan sho'r peshana, qo'lidan yetishganmigan bu aqaq degandan. Oy. Apa, zaten nima ish bo'ldi? Ha? Sorma. Aldamchini tutamadim. Yana 2 so'm pulni bulab ketdi. Nima? 2 so'mni bulab ketdi? Amsa tezda deloni olib qilayli. Tez bo'ling apa. Turing. Nima delo? O'zimga as. Men o'zimgacha ovozli tepishni xohlamayman. Dadisi, qo'g'iyang. Sen mi ye? Nima degan tatliq? Dur. Gilemden hemen yandırıp yapsan ko. Hiç kim bunu setib olmadi. Neymiş ka?
Ular bununla eşek yunu aralashtiribdi deydi. Söyleme. Balam. Biz aldanıptık. Ey. Asta. Nimaga qarab tursan? Tez berib izlamabsanmizmi? Bu ne? Asta. Men azaldan bundoq cho'g' ziyon tortib boqmagan. Tugashdi. Nima ish bo'ldi? Tugidi. Aldamchi hammani aldab ketibdi. Kim aldidi? Men olmadim. Zodi nima ish bo'ldi? Tez berib izla. Berib izla. Berib iz. Nimaga turasan? Berib izla. Voy. Endi tugashdi. Endi qanday qilaman? Qani kelinglar. Marhamat. Kayinlarni qarshi olaman. Qani ko'ringlar. Qani. Ko'rib beqing. Bu chimen duppa. Mana bu badam duppa. Qani ko'rib beqing. Qani ko'ring. Buni ko'rib beqing. Yarashdi. Qani xalqancha ko'rib beqinglar. Bye. Qaytarsizlar, yana kelasizlar. Ma'qul emas. Xo'sh. Ma'qul. Yana kelasizlar. Ular do'pingizni yaxshi ko'rib qopti. Men yana xarida boshlab kelaman. Ma'qul. Rahmat Xo'sh, sizga. Xo'sh. Avaylab ma'asizlar. Hey. Bek saqlab ketgan o'xshamamsiz. Yaqay. Ohoy. Sodingiz bek yaxshi o'xshamamdi. Hammani setib olay deb qapsiz-ku. Kim deydi? Sizga bir xush xabar aytay. Men tikkan kostyumlar yarmanka qatnashtirilgan bo'ldi. Rasma? Bek yaxshi bo'pti. Qarang. Yoqtirdingizmi? Yoqtirdim.